qo'rqoq odamni qo'lidan har qanday o'zini zarariga xizmat qiladigan har qanday yomon ish kelishi mumkin. Lekin o'zini zarariga ko'p xizmat qiladi. O'zini obro'sini tushiradi, erishmoqchi bo'lgan yutuqlari kechikadi. Ba'zi qo'rquvlar foydali, ba'zi qo'rquvlar kerak. Umuman qo'rqish kerak emas demoqchi emasman, ammo kuchli qo'rquvlar haqida gapiryapman. Kuchli qo'rqoq odam, ya'ni juda qattiq qo'rqadigan odamda psixik buzilishlar bo'ladi. Buni natijasida u qo'rqoq odam o'zini zarariga xizmat qiladigan ko'p xato ishlarni qilib qo'yadi. Masalan, qo'rqoq odam yolg'on gapirishni boshlaydi, bekitib ko'p ish qiladi. Yolg'on gapirmasa ham bekitib ko'p ish qiladi. Qo'rqoq odamlar ko'p ishini qilishni kechiktiradi va dangasalik boshlanadi unda. Qilmoqchi bo'ladi, qo'rquvlari kuchlilik qilgani uchun orqaga ketaveradi. Bosa olmaydi o'sha qadam, oldinga keta olmaydi va u ishini, o'sha orzu maqsadiga erishish yo'lini kechiktiradi. Bo'lmagan ishlar uchun birovlarni ayblaydi va birovlardan kutadi. Ularga kimdir kelib yordam berish kerak, kimdadir uning uchun o'zgarish kerak. Qo'rqoq kishilarni o'ziga bo'lgan ishonchi juda ham past darajada bo'ladi. Agarda sizni qo'rquvlar haqida va bularni yechimi haqida ko'plab ma'lumotlar qiziqtirayotgan bo'lsa, sizlar uchun ajoyib bir darslik tayyorlab qo'ydim. U darslikni qo'lga kiritish uchun izohlarda qo'rquv so'zini yozib qoldiring va bu tayyorlab qo'ygan darsimni qo'lga kirgizing.